Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Valverde, Jose Mourinho haqida. Uning bunday inson ekanini kutmagan edim. Madridning Real klubi sardori Federico Valverde jamoaning yangi bosh murabbiyi Jose Mourinho qo'l ostidagi faoliyati va mashg'ulotlar haqida o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. U bilan o'tkazgan dastlabki kunlarimdan kelib chiqib aytsam, Mourinhoning bunday inson bo'lib chiqishini kutmagan edim. U futbolchilarga juda samimiy munosabatda bo'ladi. Ba'zida o'ta talabchan va qattiqqo'l bo'lishi ham mumkin. Ammo aynan shu jihat bizni yanada kuchliroq bo'lishga undaydi. Uning butun jamoaga va shaxsan menga bo'lgan munosabati yoqadi, deydi Valverde. Valverdening so'zlariga ko'ra, jamoa a'zolari yangi murabbiylar shtabining ishidan to'liq qoniqish hosil qilgan. Men undan ko'proq narsa o'rganishga hamda murabbiy va uning shtabi bilan o'tadigan har bir mashg'ulotdan maksimal darajada foyda olishga harakat qilyapman. Futbolchilarning barchasi hozirgi holatdan mamnun. Sardor sifatida barcha jamoadoshlarim o'zini yaxshi va erkin his qilayotganidan xursandman. Ma'lumot o'rnida Real o'rtoqlik uchrashuvi doirasida Vengriyaning Ferencvaros klubiga qarshi maydonga tushgan edi. Budapeshtda bo'lib o'tgan ushbu bahs Jose Mourinho shogirdlarining 2-1 hisobdagi g'alabasi bilan yakunlangan edi. Siz qanday fikrdasiz? Jose Mourinho Realni yana oldingi holatiga qaytara oladimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozing. Jahon chempionati vaqtida Ronaldo va Messiga suiqasd uyushtirilgan. Marca. Jahon chempionati vaqtida Ronaldo va Messiga suiqasd uyushtirilgani rejalashtirilgan. Jahon chempionati vaqtida Ronaldo va Messi suiqasd uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Argentina milliy terma jamoasi sardori Messi hamda Portugaliya terma jamoasi Ronaldoga jahon chempionatida suiqasd uyushtirilgan. Hisobotga ko'ra, Messi 2026-yilgi mundial davomida boshqa futbolchilarga qaraganda ko'proq tahdidlar nishoniga aylangan. Argentina Iordaniya o'rtasidagi guruh bosqichi uchrashuvi oldidan bir shaxs Dallas aeroportiga qo'ng'iroq qilib, stadionga yana 2 kishi bilan birga kirib borishini bildirgan. U o'zida qo'lbola portlovchi qurilmalar va AR-15 rusumidagi miltiq borligini aytgan. Mazkur tahdidda Messi alohida nishon sifatida tilga olingan. Argentina va Misr o'rtasidagi nimchorak final uchrashuvi oldidan esa ijtimoiy tarmoqda Messi haqidagi yana bir tahdid aniqlangan. Gumonlardan biri stadionga kirib, argentinalik futbolchini portlatish niyatida ekanini yozgan. Mazkur uchrashuv vaqtida stadion hududida portlovchi qurilmalar borligi haqida ham xabar kelib tushgan edi. Huquq-tartibot idoralari stadionni maxsus xizmat itlari yordamida sinchiklab tekshirgan, biroq qidiruv ishlari natijasida hech qanday bomba topilmagan va xabar yolg'on ekanligi isbotlangan. Ronaldo ham tahdidlar nishonida bo'lgan. Hisobotda Cristiano Ronaldo bilan bog'liq xavfsizlik holatlari ham qayd etilgan. FIFA xodimi futbolchining qayerda istiqomat qilayotgani haqida ma'lumot olishga urinayotgan shubhali shaxs haqida Federal qidiruv byurosiga xabar bergan. Keyinchalik Houston politsiyasi ushbu shaxsni Portugaliya terma jamoasi joylashgan mehmonxonada qo'lga olingan. Toronto shahrida esa yana bir kishi Ronaldo bilan bir liftga kirishga uringani uchun hibsga olingan. U futbolchi bilan shunchaki suratga tushmoqchi bo'lganini bildirgan. Rodrining Barselonaga transferi qachon amalga oshishi ma'lum bo'ldi. Manchester City yarim himoyachisi Rodri Hernandesning Barselonaga ehtimoliy transferi bo'yicha yangi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Taniqli insider Nicolas Guerraning xabar berishicha, kataloniyaliklar ushbu bitim yaqin vaqt ichida amalga oshishiga ishonmoqda. Manbaga ko'ra, Barselona Rodri transferini kelasi haftadayoq rasmiylashtirishni rejalashtirmoqda. Ta'kidlash joizki, ispaniyalik futbolchi bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan shartnoma bo'yicha kelishuvga erishilgan. Unga ko'ra, Rodrining mavsum
maoshi 15 million yevroni tashkil etadi. 30 yoshli Rodri o'tgan mavsumda barcha turnirlarda 33 uchrashuvda maydonga tushib 2 ta gol urgan. Futbolchining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi kelasi yil yozda o'z nihoyasiga yetadi. Siz qanday fikrdasiz? Rodri Barselona klubini yana oldingi darajasiga olib chiqa oladimi? Bu haqida fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Behruz Karimovning yangi jamoasi Lugano qanday klub? Behruz Karimovning yangi jamoasi Lugano qanday klub? Shveysariyaning Lugano klubi o'zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov transferini e'lon qildi. 2007-yilda tug'ilgan va shu vaqtga qadar Termizning Surxon jamoasi sharafini himoya qilib kelgan Karimov yangi klubi bilan 5 yillik bitim tuzdi. Shartnoma 2031-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Karimov yaqindagina 2026-yil Jahon chempionatida Fabio Cannavaro murabbiyligida O'zbekiston terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etdi. Yosh himoyachi mazkur musobaqada Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalariga qarshi o'yinlarda maydonga tushdi. Lugano matbuot xizmati klubning sport ishlari bo'yicha direktori Sebastian Pelzer o'zbekistonlik iqtidorning transferi yuzasidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. U ushbu kelishuvda klub ko'plab raqobatchilarni ortda qoldirganini ta'kidladi. Behruzning safimizga qo'shilishi jamoamiz to'g'ri yo'ldan borayotganini tasdiqlaydi. Klubimiz yosh iqtidorlarga o'sish va faoliyatini rivojlantirish uchun ideal muhit hamda to'g'ri sharoitlarni taklif qila oladigan xalqaro miqyosdagi jamoa sifatida shakllanishni maqsad qilgan. Lugano Behruz uchun Yevropa futbolidagi ilk manzil hisoblanadi. Bu yerda u o'z faoliyatidagi navbatdagi muhim qadamni tashlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Uning o'yinlarini qator klublar katta qiziqish bilan kuzatib borayotgan edi. Yakunda aynan bizning jamoamiz bu poygada g'olib chiqqanidan juda xursandmiz. Qaror qabul qilishda iqtisodiy jihatlar emas, balki sportga oid prinsiplar va loyihaning sifati doimo birinchi o'rinda turishi kerak. Biz yosh o'yinchilarga yuqori raqobatli va ulkan maqsadlarga ega muhitda rivojlanish imkoniyatini taqdim etmoqchimiz. Behruz Karimovning yangi jamoasi Shveysariya futbolining eng o'ziga xos va tarixiy klublaridan biri hisoblanadi. 1908-yilda tashkil topgan jamoa 2000-yillar boshidayoq bankrotlikdan so'ng o'zini tiklab, Yevrokuboklarning muntazam ishtirokchisiga aylangan. Xususan o'tgan mavsumda Lugano ichki chempionatda Basel va Young Boys kabi grandlarni ortda qoldirib 3-o'rinni egalladi hamda yangi mavsumda Konferensiyalar Ligasining 2-saralash bosqichida ishtirok etish huquqiga qo'lga kiritdi. O'z tarixida 3-marta mamlakat chempionligi va 4 marta Shveysariya kubogini so'nggisi 2022-yilda qo'lga kiritgan jamoasi ayni paytda 44 yoshli mahalliy mutaxassis Matta Krochi to'rt ustozlik qilmoqda. Ma'lumot uchun, Behruz Karimov futbolchilik faoliyatini Adil Junior akademiyasida boshlagan. Keyinchalik Olimpik klubi bilan shartnoma imzolab, ushbu klub safida 18 ta uchrashuvda maydonga tushgan edi. Behruz Karimov 2025-yilda Termizning Surxon klubiga o'tib, Tulponlar safida 31 ta o'yinda maydonga tushdi va 3 ta gol muallifiga aylangan edi. Yosh himoyachi 2026-yilgi Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi tarkibida ishtirok etib, Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi uchrashuvlarda maydonga tushgan edi. Aynan mundialdagi ishonchli harakatlaridan so'ng yosh himoyachiga Yevropa jamoalaridan jiddiy qiziqish paydo bo'lgan edi. Siz qanday fikrlasiz? Behruz Karimov, Abduqodir Husanov singari ushbu darajaga chiqa oladimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.